Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hududlarga tashriflari davomida aholi farovonligini ta'minlash, mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Dastlab Termiz shahrida xotin-qizlarning hayotiy ko'nikmalari va shaxsiy kamolotini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan Qadam qizlar etiket maktabi faoliyati o'rganildi. Mazkur tashabbus doirasida yosh qizlarga odob-axloq, muloqot madaniyati, jamoat va oila muhitida o'zini tutish, maishiy hamda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar tashkil etilgan. Viloyat hokimi ushbu tajribani ijobiy baholab, maktabning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, faoliyat qamrovini kengaytirish va ta'lim oluvchilar sonini oshirish bo'yicha mas'ullarga tegishli vazifalar belgilab berdi. Jarqo'rg'on tumanining Ismoiltepa mahallasida tandir yasash bilan shug'ullanuvchi oilaviy tadbirkorlik faoliyati ko'zdan kechirildi. Samarali mehnat qilayotgan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarish hajmini oshirish va faoliyatini kengaytirish uchun zarur amaliy yordam ko'rsatish bo'yicha mas'ullarga topshiriqlar berildi. 20 yilcha bo'lib qoldi tandir bilan shug'ullanganimizda. U paytlar bir oddiygina uyda edi. Undan beri shu tandirni qilsam, mana ko'ring, uy-joy qildik, Xudoga shukr. Bir kunga 10 ta, 15 tagacha solamiz. O'zi 60 taga yaqin qalbimiz bor. O'sha bir oyda 2 marta sovolamiz shunga. Bir oyda rejalashtirganmiz, tandirimizni 15 kunda quriydi. 60 dona 15 kunda, ya'ni 15 kunda 60 ta solamiz. Shuningdek, tumanning Surxon sohili mahallasida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari avval berilgan topshiriqlar ijrosi tahlil qilindi. Hududda zamonaviy kuzatuv kameralarini o'rnatish hamda mahallani xavfsiz mahalla tamoyili asosida rivojlantirish ishlarini jadallashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Qumqo'rg'on tumanining Yangi shahar mahallasida obodonlashtirish ishlari va aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash borasidagi chora-tadbirlar o'rganildi. Belgilangan vazifalar ijrosi tanqidiy tahliliy asosda ko'rib chiqilib, mas'ullarga qo'shimcha topshiriqlar yuklatildi. Sho'rchi tumanining Xayrobod mahallasida hududni obodonlashtirish, jinoyatchilikning oldini olish va xavfsiz mahalla tamoyili asosida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Shuningdek, aholi bilan muloqot o'tkazilib, fuqarolarning murojaatlari tinglandi. Ayrim masalalar joyida hal etilgan bo'lsa, qolgan murojaatlar yuzasidan mas'ullarga aniq vazifalar belgilab berildi. Tashriflar davomida berilgan topshiriqlarning o'z vaqtida va sifatli ijrosini ta'minlash, aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish hamda mahallalardagi islohotlar samaradorligini oshirish yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi.